Bilimsizlik eng qimmat xato. Bugun gap shunchaki quruq motivatsiya haqida emas, bugun achchiq haqiqatlar haqida gaplashamiz. Qizlar, ayollar va erkaklar ham ko'rsin. Nega? Sababini podkast davomida bilib olamiz. So'nggi yillarda O'zbekistonda ajrimlar soni keskin oshdi. Rasmiy manbalarga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi hisoblarida har yili 10 minglab nikohlar bekor qilinayotgani qayd etiladi. Bu shunchaki raqam emas, bu minglab ayollar, minglab bolalar va minglab singan orzulardir. Uyda zo'ravonlik ko'rayotgan ayollar ham bor. Rasmiy va nodavlat manbalar, masalan, BMT ayollar tashkiloti manbalariga ko'ra, dunyo bo'ylab har 3 ayoldan bittasi kamida umri davomida bir marta zo'ravonlikka uchragan. Yana bir haqiqat, yo'lni topa olmay, yaxshi ish topa olmay, moliyaviy qaramlik sababli noto'g'ri yo'llarga kirib ketayotgan yosh qizlar ham qancha. Savol: nega? Ko'pchilik muammoning ildizi bilim olishga bo'lgan beparvolik va moliyaviy mustaqillikning yo'qligi. Tafaga, kiyimga, meykapga va boshqa ba'zi bir keraksiz narsalarga pul topiladi. Lekin bilim olishga kelganda, yangi tillar o'rganishga kelganda, yangi kasb-hunar o'rganishga kelganda doim hozir vaqti emas, qimmat ekan, keyinroq o'rganaman degan bahonalar bo'ladi. Lekin bu eng katta xatodir. Men Buxoro davlat universiteti xorijiy tillar fakultetiga eng yuqori 189 ball bilan o'qishga kirgan va u yerda 4 yil tahsil olib, qizil diplom bilan bitirgan. 17 yoshimda Buxorodagi eng mashhur o'quv markazlaridan biri bo'lgan Millennium IELTS Schoolga ishga kirgan va u yerda 4 yil o'z faoliyatimni olib borgan. Ko'plab o'quvchilarga 7+ olishda IELTS da yordam bergan. 21 yoshimda birinchi $10,000 ishlab topgan. 8,5 IELTS sohibasi, ingliz tili eksperti Said va Donaxon bo'laman. 3-4 yildan beri miyamda aylanayotgan fikrlar, kuzatgan faktlar va ko'rgan haqiqatlar haqida bugun sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Moliyaviy mustaqillik bu shunchaki pul topish emas. Bu hurmat, bu tanlov erkinligi, bu chiqib ketish imkoniyati. Qizlar, iltimos, bilim olaylik, top universitetlarga o'qishga kiraylik va moliyaviy mustaqil bo'laylik. Kelajagimiz uchun poydevor quraylik. 4-5 yildan keyin qani edi ertaroq boshlaganimda, qani edi bilim olganimda demaylik. Bilim olish imkoniyati berilmagan ayollar, hali ham kech emas. O'qish deganda 4-5 yil universitetda o'qib, diplom olishni aytmayapman. Yangi kasblar, yangi hunarlarni o'rganishimiz mumkin. Misol uchun SMM, AI, grafik dizayn, mobilografiya, marketing va tillar. Uyda o'tirib ham daromad qilish mumkin. Ish, oila va o'z xohishlaringizni balanslashtirgan holda. Ingliz tili eshik ochuvchi kalitdir. Professional daraja shart emas. Hech bo'lmaganda farzandingiz uchun tanqidiy fikrlashni oshiradigan kitoblarni ingliz tilida o'qib bera olish uchun. Yoki bilmasam 7-8 oy intensiv tayyorlanib, B1, B2 darajaga chiqib, gidlik yoki tarjimonlik qilib, kunida kamida $50 dan topishingiz mumkin. Yoki bilmasam B1 daraja bilan ham uyda o'tirib 10-20 ta o'quvchiga dars berib, boshlang'ich ingliz tilini o'rgatib, har bir o'quvchi 100-200 ming so'mdan oyiga $200-300 ni osongina topishingiz mumkin. Yana bir imkoniyat, logistika sohasida kamida minimum B1 daraja bilan ham hattoki yoki A2 daraja bilan ham $400-500 topish mumkin. Hech qanaqa diplom shart emas. Ingliz tili ko'plab eshiklarni ochib beradi. Oiladagi nizolar ko'pincha nimadan kelib chiqadi? Bilasizmi? Pulsizlikdan. Agar ayol ishlamasa va barcha yukni erkakka yuklab qo'ysa, kommunal to'lov, oziq-ovqat, bolalar xarajati va tibbiyot 95% erkak qancha harakat qilmasin qiynaladi. Agar ayol ham yordam qilsa, hurmat oshadi. Nizo 0% ga demayman, lekin 80-90% ga kamayadi. Bu erkakka qarshi chiqish emas, bu bir jamoa bo'lib ishlash deganidir. Farzandim Muhammad hozirda 7 oyliklar va hozirgacha kitoblariga 4-5 million sarfladim. Lekin shunchaki kitob sotib olib berish emas, har kuni kamida 30 daqiqa kitob mutolaa qilib berish bu mening majburiyatim va mas'uliyatimdir. Bu xarajat emas, bu kelajak uchun investitsiyadir. Qizlar, go'zallik vaqtinchalik. Trend kiyimlar eskiradi, meykap ham o'chadi, lekin bilim sizni hech qachon tark etmaydi. Erta uyg'onib dars qilish qiyin, bilimga pul sarflash og'ir. O'rganish sabr talab qiladi, lekin bilimsizlikning narxi bundanda ancha qimmat. Bir kun kelib, qani edi bilim olganimda, ertaroq boshlaganimda degan afsus bilan yashash eng og'ir holat. Agar siz ham 6-7 oy ichida B2 darajaga chiqmoqchi bo'lsangiz, gidlik, tarjimonlik yoki onlayn teachingni boshlamoqchi bo'lsangiz, uyda o'tirib daromad qilishni boshlamoqchi bo'lsangiz, farzandingizga ingliz tilida kitob o'qiy oladigan ona bo'lishni xohlasangiz, Donaxon Academy, ya'ni mening kurslarim siz uchun. Izohlarda start deb yozing va mening birinchi bepul darsimni qo'lga kiriting. Men Said va Donaxonman va ayol va qizlarning kuchli bo'lishini xohlayman.